Taxminiga ko'ra, shifoxonaga olib borishgan. 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Bugun men o'zim uchun emas, sizlar uchun so'zlashim. Yuragimda yig'ilgan alamlar, dardlar uchun. Har bir qalb, har bir yurak uchun so'zga chiqadi. O'zimning dardimni bir chetga surib, iymon, vijdon o'rtaga qo'yib, dardini aytolmagan yuragi to'lib, mazlumlar nomida so'zga chiqyapman.